Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar 2026-yilda imoratingizni devor qismiga qaysi mahsulotlardan foydalanganingiz ma'qul. Hozirgi kunda tez qilib beramiz. Sizlar bittadan laykni bosib qo'yinglar. Qaysi bir mahsulotimiz arzonroq chiqadi va qaysi bir mahsulotimiz sifatliroq chiqadi. Uylaringda mana bunday shlakabloydan qizmoqchi bo'lsalaring, minbar o'zim. Shlakabloydan qizmoqchi bo'lsalaring. Birinchi navbatda sovuq bo'ladi. Shuning uchun bu shlakabloy chiqarib turgan insonlarimiz aytishi mumkin. Hozirgi kunda faqat devorga qo'yishyapti. Ya'ni imoratga mumkin emas. O'tda ham sovuq bo'ladi. Ya'ni qishda ham, yozda ham bir xil juda ham sovuq bo'ladi. Shuning uchun imoratga bo'lmaydi. Lekin agar imorat qilmoqchi bo'lsangiz 1 kvadratiga 25 dona shlakabloy ketar ekan, jami 180 ming so'mga bitar ekan. Suvoqdan tashqari 1 kvadrati 180 ming so'm shlakabloydiki. Agar xom g'ishtdan qilmoqchi bo'lsalar, ya'ni ota-bobolarimiz xom g'ishtda qilishgan, kimdirlar uyib ketadi yoki oqib ketadi yoki suvga chidamsiz deyishlari mumkin. Lekin imorat qilganimiz haqiqatan ham xom g'ishtda turgan, effekti bor. Cho'ntak tomonlama narxi arzon bo'ladi. Mana buni 1 kvadrati xo'sh 1 metrga 12 dona g'ish ketadigan bo'lsa, 1 kvadratiga 180 dona g'ish ketyapti. Hozirgi kunda 170 ming so'm, 180 ming so'mga bityapti. Ya'ni g'ishimizning narxi 500 so'm, buni ustanovka qiladigan ustalarimizni narxi ham, rasvorlari ham kirib ketyapti. Shunda 170 ming, 180 ming atrofida kelyapti. Ya'ni rasxod bo'ladi 1 kvadratiga. Agar pishgan g'ishdan qilmoqchi bo'lsangiz, qadrdonlar, do'stlar, pishgan g'ish haqiqatan milliy brend. Ya'ni 99% insonlar pishgan g'ishdan foydalanadi. Lekin pishgan g'ishdan ham mustahkamroq variantlarimiz bor. Hozir sizlarga to'liq arzonni qilib beramiz. Pishgan g'ishga 1 kvadratiga jami rasxod 280 ming so'm ketyapti. Ya'ni so'mga qaraganda 2 barobar qimmatroq chiqyapti. Issiqda ushlashi mumkin, salqinda ushlashi mumkin. Bilganlar biladi, lekin undan ham mustahkamroq, ya'ni issiq sovuqda ushlash bo'yicha yoki utupleniya vazifasi bo'yicha, ovozni o'tkazdirmaydi, shu vazifasi bo'yicha mana bunday penoblokka yetmaydi. Endi qadrdonlar kimdirlar aytishi mumkin, penoblok hozirgi kunda bo'lmaydi. Sababi uyib ketadi yomg'irda yoki nima deb uqalanib ketadi yoki mana bundoq qilib bitta ursalaring qo'l kirib ketadi deyishlari mumkin. Haqiqatan ham to'g'ri. Buni tarkibi o'zi aslida o'sha nima edi tarkibi? Tarkibi gips. Gips bilan o'sha gelni, ya'ni parashoyda aralashmasidan bo'lgan. Ya'ni ichida ozgina sementi ham bor qotirishlik uchun. Qadrdonlar. Buni mana bitta imoratimizni ko'rsating operator. Qaranglar, qadrdonlar, regel kolonnani, ya'ni mana shu chetlaridagi, o'rtasidagi va mana tepa qismidagi regel kolonna sismalarini go standartda, ya'ni qurilish standartiga moslab qiladigan bo'lsalaring, sizlar hech narsa yutkazmaysizlar. Bu penoblogimiz faqat va faqat devor vazifasini, to'siq vazifasini bajaradi. Bunga yuk tushmaydi. Agar mana bunday ochiqda qolsa, haqiqatan ham endi yomg'irda boshqada nam bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin 99% odam bunaqa qilmaydi-da. Hozirgi kunda misol buni ustidan suvoq qiladi yoki kafeinakilik qiladi. Mana bunday holatga kiygizdirib qo'yadi. Mana bu ibonatimiz hozir gazabloydan bo'lgan. Mana tashqi fasadi misol 4 yil, 5 yildan beri turibdi. Hech narsa bo'lgani yo'q. Bemalol o'zimiz tavsiya qilaveramiz. Xullas qaranglar, qadrdonlar, penoblokdan qiladigan bo'lsa 1 kvadrati eng arzon. Ya'ni hattoki mana shu xom g'ishtdan ham arzonga tushadi. Issiqlik darajasi pishgan g'ishtdan ham issiq bo'ladi. Qishda salqin bo'ladi, yozda issiq bo'ladi. Yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Bundan tashqari ichkarida shu mayda-mayda havolar qolganining hisobiga shum izolyatsiya, ya'ni shovqinni kirgizdirmaydi uyni ichiga. Shuning uchun 1 kvadrati 170 ming so'mga bityapti. Eng arzoni penoblok o'tiribdi. Hozirgi kundagi narxi 9 ming so'm bo'ladi. Qaranglar. Endi mustahkamroq bo'lsin. Qaranglar akalar. Mana sisma poyez yoki kolonna qilmaganman. Mana shu mahsulotimiz yuk ko'tarsin deganlar uchun gazoblok mahsulotimiz bor. Qaranglar akalar, gazoblok mahsulotimizning tarkibida fibra, sinib ketganiga ahamiyat bermanglar. Ochiq oydin chiqaramiz, namini tashladik. Nima deymiz? Fibra mahsulot, ya'ni bitta ikkita o'zini ximik mahsuloti, sement bor. Bundan tashqari o'sha mayda-mayda ko'piklari bor. Bu ham qadrdonlar. Hozirgi kunda trendga tushyapti. Yuk ko'tarish qobiliyati yaxshi. Bitta eksperiment qilaylik. Mana telefonni qo'yib bitta anaqa qilamiz hozir. Ovoz o'tkazmaydi, ya'ni shum izolyatsiya vazifasini bajaradi. Hozir bitta telefon qo'yib ko'ramiz. 1 kvadratga keladigan bo'lsa, qadrdonlar, buni ham 1 kvadrati hozirgi kunda 16500 so'mdan. Bering telefonni, qani. Mana akalar, musiqani qo'yapmiz. Xudo xolasa internetlarimiz ham
Alloh rozi bo'lsin. Uxlab qolyapti. Mana akalar. Bismillah. Shu mizalasa. Ovoz yo'q, qaranglar. Mana. Ovoz umuman yo'q. Bu degani qadrdonlar. Mustahkamligi ancha mustahkam degan to'liq ma'lumotni qaranglar, akalar, ukalar, do'stlar, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan bilaylik, narx-navosi haqida, ichiga nimalar kiritilgan va qayerlarga qilsa bo'ladi, qayerlarga mumkin etilmaydi. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan ma'lumot bilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akalar, bitta g'ishingizni sindirib olib rozi bo'lasizlar-a? O'sha namroq ekan. Endi aka u klientga berilganda ham sinish ko'chishlar bo'ladi aka. Bo'ladi, haqiqatan. To'ppa. Namli miqdori bo'ladi. Bizni manzilimizni eslatib o'taylik, birinchi o'rin. Manzil aka Farg'ona viloyati, Rishton tumani. To'da qishlog'i. To'da qishlog'i. Albatta. Hozirgi kunda bu nima deydi? Gazablok. Gazablok aka. Nimadan tashkil topgan? Ichida nimalari bor? Aka sement, qum, keyin 3-4 xil ximikati bor o'zi. O'sha fibra degan narsasi ham bor, yollanmaslik boshqalarni ta'minlaydi. Kafolati qanaqa endi aka? Kafolat aka bexijolat. Hozir mana shu imoratimizdan rostdan Gazablokdan bo'lgan. O'zingizning mahsulotingiz. Mashaalloh. Nech pul qilib berasiz endi aka bizning obunachilarimizga? Aka o'zi buni 17 ming so'm sotyapmiz. Sizning obunachilaringiz kelsa 16,5 ming, 16 ming ham qilib beramiz. Mashaalloh. Zo'r. Bexijolat aka. O'zimga olgan narxda ko'ndirib qo'ydim. Bemalol xarid qilishlari mumkin. Dastlabkilar qayerlargacha bor? Qancha narxda bo'ladi aka? Dastlabki aka siz nima qilishsa, telefon qilishsa kelishilgan narxlarda. Kelishilgan narxda. Dastlabki qilib beramiz. O'zbekiston viloyatida dastlabki qilib beraverasiz. Qilib beraveramiz. Ha, xudo xolasa. Qurilish firmadagi akalarimiz yoki imorat qilyapti turgan aka-ukalarimiz bitta narsani e'tiborga olinglar. Regel kolonna kuygizasiz baribir imoratingizga. Regel kolonna kuygizgandan keyin bu mahsulotlarimiz faqat to'siq vazifasini bajaradi. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Bundan tashqari qaranglar. Hattoki pishgan g'ishtdan ham arzon bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi tez ko'taradi. 200 kvadratli maydoningizni 1 oy davomida pishgan g'ishtda ko'targizgandan ko'ra, mana bunday gazablok yoki penobloklarda 10 kun 15 kun davomida ko'targizgan ma'qul bo'ladi. Qadrdonlar, shuning uchun bemalol tavsiya qilaveramiz. Penoblok ham o'zingizdan chiqadi. O'zimizdan aka. Nech pul endi bu penoblogimiz? Aka, penoblok aka hozir 9 ming so'm bo'lyapti. 9 ming so'm. Mana ko'ryapsiz, bexijolat. Suvga tashsa ham, suvga tashsa ham. Mana. O'zi aslida suvga chidamsiz, lekin bizda xudo xolasa ximikatlarni ko'p qo'shib boshqa qilib. Bunga ham aka gazablokka qo'shilgan aka fibralar qo'shilyapti aka. Mana bu bexijolat. Bu plastroblok aka. Plastroblok, voy mashaalloh. O'sha Rossiya texnologiyasi asosida o'zimizga ham yetib keldi, xudo xolasa. Issiqligi bundan ham kuchli, ichida haqiqatan ham mana nimalari bor. Po'kaklar. Oq po'kaklari bor mana. Bu degani issiqlikni juda ham yaxshi ushlab beradi. Ya'ni imoratingizga mana shunday 20 santimetrli devor qilsangiz ham atroflarini bemalol xom g'ishtda 2 g'isht qilganda effektini beradi. Sababi uteplenniy vazifani bajaradi, shumizolyatsiya vazifasini bajaradi, tez ko'tariladi, narxi ham ancha arzon chiqadi. Bunimiz nech pul? Bunimiz aka 20 ming so'm, obunachilaringizga 19 ming so'm qilib beramiz. Mashaalloh, zo'r. Qaranglar, qadrdonlar, bu yil ishlab chiqarish sexi birinchi qo'l optim joyidan bo'lyapti. Mana bu yerda akalarimiz ishlab chiqarishadi. Aka, mana shu sexingizda ba'zingizda nech ming dona endi gazablok bor? O'sha xalqimizga yetadi. O'pshimi 10 ming dona. 10 ming dona. Tayyori bor aka. Quritilgan, ya'ni. Quritilgan. Qadrdonlar, do'stlar, bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Bizning nomimizdan kelganlarga 16 ming so'mdan qilib beradi. Eng arzon narxidan bo'lyapti. O'zi aslida bitta qadrdonimizga chiqarganimiz 16.500 so'm chiqarganmiz. Gapni ochig'i, akalarimiz haqiqatan ham sifatli, ishlari yaxshi, o'zimizning Rishtonimizda dastlabki xizmatlarni ham qo'ldan kelgancha qilib berishadi. Xudo xolasa mana hamma yo'l nima deydi, ishlab chiqarish o'zlari birinchi qo'l optim joyidan bo'lyapti. Bundan tashqari, ya'ni nima edi, kafeniklar o'zlaridan chiqadi. Penoblok, plastroblok, rodbin hammasi o'zlaridan chiqadi. Bemalol mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, akamizga bitta aloqaga chiqasizlar, Ustoz o'z kanalidan ko'rib skidka bonuslarni chiroyli qilib beradi. Imoratlaringni xudo xolasa nevaralaringga, chevara-evaralarga yetadigan qilib qurishlaringni so'rab qolamiz. Videolarimizni bittadan like bosinglar, obuna tugmachasini bosinglar va bu videoni 2026-yilda qurilish boshlanib turgan va qurilish qilmoqchi bo'lgan akalarimizga yuborib qo'yinglar. Tanijonlar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Bizni ko'rishga kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'linglar.